Salam qeyrindishim. Anlaydıqınımız Abduqadir Jaloliddinning Yüzümüz, Özümüz və Közümüz degan kitobidan elingan maqola Yüzümüz, Özümüz və Közümüz. İlave. Abduqadir Jaloliddin әпәнди 2007 dekabrda Şinjan Pedagogika Universitetining o'quvchilariga chet eldagi izlanish hayoti haqidagi ta'sirotlari asosida nutq so'zlagan edi. Bu nutq yoshlarimizni, bo'libmi studentlarimizni jalb qilib, ro'shan ta'sir qo'zg'agan edi. Biz sahifamizning chekligi tufayli shu qitimliq nutqdagi bir qism javhariy fikrni o'qirmanlarimizning samiga taqdim qilishni loyiq topdik. Şinjan Yoshlari jurnali tahriroti. Birinchi, men ziyoratchi ilmgar sifatida Angliya Cambridge universitetida 1 yil tadqiqot bilan shug'ullanib qaytib keldim. Bu men uchun kamdan kam uchraydigan fursat bo'ldi. Bilimning cheki yo'q. Uning ustiga odam o'zini bilim elishdek ma'nilik ishga beg'ishlab o'tsa, hayoti ma'nilik o'tadi. Ma'nisiz, tuturuqsiz narsaga beg'ishlab o'tsa, hayoti ma'nisiz bo'ladi. Hayotingizni nimaga beg'ishlasangiz, uning ahamiyati va qimmati shuning bilan o'lchanadi. Albatta, sizning vaqtingiz cheklik, zehningiz cheklik, iqtisodingiz cheklik, imkoniyatingiz cheklik bo'ladi. Mushu cheklik imkoniyatning ichida oladigan bilimlaringizmi cheklik bo'ladi. Biz ana shu chekliklik ichidan o'zimizga loyiq bilimni egallasak, bu chekliklikdan o'ngishli foydalangan bo'lamiz. Ammo odam butun umrini bilim elish bilan o'tkazib etsa, bu bilimni xoratlashtirganlik bo'ladi. Ikkinchi, bizning bu yerda kishilarning yuzim tushib ketadi, sat bo'ladi deydigan yuz qarashi sal ig'irroq. Amaliyotda yuz bilan g'urur o'tirisida ma'lum farq bor. G'urur odamning e'tiqod, qimmat qarashi bilan munosabatlik. Haqiqiy g'urur sizning e'tiqodingiz bilan tiklanishi kerak. G'ururingizni e'tiqodning prinsipiga bo'ysundirsangiz, bunda g'urur bir qadar mustahkam, prinsipli g'urur bo'ladi. Shuning uchun bizning g'ururimiz qanchaki e'tiqod darajasiga ko'tarilsa, ham shunda qila oladigan odam ko'paysa, o'zining g'ururini o'rtaq bir prinsipda namoyon qiladigan jamoat to'pi shakllansa, bu ajoyib bir kuch bo'ladi. Uchinchi, u mening qadr-qimmatimni, salohiyatimni arzitgan holda menga bo'lgan hurmatning nishoni sifatida mendan assalomu alaykum deb ahvol so'ragan edi. Men intayin xushal bo'ldim. Necha davlatni atlab borgan safarimning hordiqi chiqqandek bo'ldi. Chunki insonda eng ibtidoiy bir taraf bor. U bo'lsa-mu, boshqalarning nazarida arzigudak odam bo'lish, boshqalarning nazarida qadrlanish. Bu insoniy g'ururning eng ibtidoiy bosqichi. Boshqalar tarafidan qadrlanishni umid qilmagan insondan ikkinchi bir oliy talabni kutmasakmi bo'ladi. To'rtinchi, klassik adabiyot tariximizdagi ba'zi o'lmas namoyandlar bilan uchrashgan vaqtimizda shuni his qilamizki, madaniyatimiz nihoyatda ko'p madaniyat bilan, nihoyatda ko'p xil til bilan ma'nodosh bo'lgan. Yuan sulolasi davrida Xansu tilida asar yozgan nihoyatda jiq shoirimiz o'tgan. Masalan, Sayudulla Guan Yunshi qatorliqlar. Yaqinda Emin Ahmedi G'arbiy rayon osonliq millat shoirlarining she'rlaridan tanlanma degan kitobni nashrdan chiqardi. Uningda Yuan sulolasida yashagan Uyg'ur shoirlarining Xansu tilida yozgan she'rlari tarjima qilingan. Mahmud Qashqariyning Turk tillar divonini ko'rsangiz, uning arab tiliga naqadar pishiq ekanligini bila olasiz. Bo'libmi turk tilidagi fonetiklik hodislarni, grammatikalik xususiyatlarni arab tili bilan selishtirib tushuntirganda, hatto biror maqol tamsilni berganda, bu maqol tamsil arablardagi qaysi maqol tamsilga mos keladiganligini izohlab o'tadi. Alisher Navoiyga qarasak, uning Fors tilidagi divoni shundoq esil chiqqan. Demak, bizning boshqa tillarda ijodiyat bilan shug'ullanish an'anamiz nihoyat kuchli. 5. Bizning adabiyotimizda xotira adabiyoti kam. Angliya kitobxonlariga shunda qarasangiz, Hindistondan tortib Afrikaning chet yoqalarigacha obyekt qilinib, talay asar yozilib bo'lgan. Shunga dunyodagi hamma millatlarning go'zal hayoti, tili,
dini, e'tiqodi, madaniyati qatorliqlarga oid kitoblarni topqili bo'ladi. İnglizlar onu asasen yezib bolğan. Ularning ziyolilari dunyodagi hamma millatning xususiyatini bilib yashaganligi uchun har qandaq yerga singib kira oladi. Shunga dunyo odamning ko'ziga ularning olqinida kichikkina sharchaga o'xshash do'milayotgandek ko'rinadi. Ularning nazarida dunyo kichikkina globus. Bizning nazarimizda dunyo nihoyat cho'ng bo'lib, ko'z yetkisiz darajada. Bu insonning bilish, tafakkur nuqtasidagi masala. 6. Siz yuksak g'oyalarni ko'nglingizga pukib olib, g'oyaning qo'liga aylanib qolgandan ko'ra, kundalik turmushingizdagi bir kunni qandoq o'tkazishdan iborat oddiy hayot shakliga kirsangiz, andin ko'ngillik yashay olasiz. 7. Meningcha, o'zining ziyolilarini ulug' odamlarni xurofiylashtırib tushungandan ko'ra real ma'noda tushunsa, bundaq millatdan umid kutishga bo'ladi. 8. Tanqidlovchilarda astoydillik bo'ladi. Chunki tanqid ochiq chiqadigan narsa, ochiq real narsa. 9. O'qimishliq odamlar o'ziga axloq jihatda qo'yiladigan talablarni, o'taydigan majburiyatlarni bir yonga cho'rivatsa, kelgusidagi iqtisodiy jamiyatda egallaydigan o'rnimiz past holatga tushib qoladi. 10. Dali Karnik, Napoleon Hill deganlar bir hisobda bizga jiq narsani o'rgatdi. Ular bozor egiligi yo'lga qo'yilib, kishilarning psixikasi o'zgarayotganda, uningga qandoq loyiqlashish jihatda ba'zi bilimlarni bergan bo'lsa-mu, lekin u bilimlar Amerikaga o'xshash yuqori sanoatlik jamiyatga mansub bo'lg'achqa, bizga o'xshash yez egilik millatlarining axloqiy, madaniyat ziminiga %100 o'zlashib ketolmaydi. Shunga biz uni tanqidiy rad qilishimiz kerak. Ba'zi kishilar Dali Karnikning gapini o'ziga tatbiqlayman deb haddidan ziyoda fursatparast bo'lib ketdi. Asalda voz kechib o'tadigan pozitsiya jiqroq bo'lib ketyapti. Toza samimiy bo'lmagan yaxshi gaplarni qilish orqali odamlarning moyilligini qo'lga keltiraman degan aqida kuchli bo'lyapti. Odamning samimiyati nihoyat oson bilinadi. Sizning chiroyingiz, intonatsiyangiz, qiliq va harakatlaringizni qurashtirganda uni bilishga jiq vaqt ketmaydi. Sizning dunyodan oladigan manfaatingiz sapoyingiz bilan mutanasib. Siz dunyoga samimiy muomala qilsangiz, erishganingizmi samimiy narsa bo'ladi. Har ish niyatga beqib. Agar pochoqqa donay to'qmoq degandek, nosamimiy bo'lsangiz, soxta narsaga erishsiz. Shuning uchun strategiya ishlatganda uni o'ringa qarab belgilaysiz. Samimiyat qiladigan yerda hunar ishlatib qo'ysangiz, erishadigan narsangizmi olib bo'lmoq bo'ladi. Optapda qolgan ilmon suvga o'xshash ya ussizlikni qondirmaydi, ya yurakka muzdek tegmaydi. 11. Bizda ingliz tili o'rganish to'lqini bo'layotdi. Yoshlarımızda kurslar ko'playotdi. Bu yaxshi ahvol. U bizning yer sharilishga qaytarayotgan ozdir ko'pdir inkosimiz. Ammo bularning to'lisi vaqtni ko'pincha tilning o'ziga berib etib, rayonimiz haqidagi yerlik bilimlarga sal qarayotdi. Sirtqa chiqqanda keyin siz xalqning bilimlarini ulardek bilmaysiz. Shunga hech bo'lmaganda o'zingiz to'g'risidagi bilimlarni, tarix, madaniyat, an'ana, urf odat haqidagi bilimlarni bir qadar yaxshi bilsangiz, kishilar ma'lum jihatda sizga e'tibor, hurmat bilan qaraydi ekan. Hech bo'lmaganda o'zingizga yaxshi bo'ladi ekan. Chet elliklarda boshqalarning madaniyatiga qiziqadigan xususiyat bo'lganligi uchun ularning qiziqishini ancha-muncha basolaydigan bilim bo'lishi kerak. Bo'lmasa, ravon ingliz tilining ichida shakal bir adam ko'rinib qoladi ekan. 12. Bizda 4 odam singayin qargan hamon o'z-o'zidan gumonlanib bel qo'yib etadigan ish eg'ir. Shuning uchun o'zingizning qimmati haqida o'zingizda aniq tushuncha bo'lsin. Bu tushuncha saxta, sun'iy bo'lmasin. Sun'iy narsa uzunga bormaydi. Haqiqiy bo'lsa, uning bardoshlik berish iqtidori kuchli bo'ladi. Ruhiy tangpunligingiz doim bir xil bo'ladi. O'rganishingizning sifati, unumi yaxshi bo'ladi.
Turmush jihatda pokiz bir yo'l tanlay olasiz. Pozitsiya bildiradigan, hukm qiladigan yerlarda keskin bo'la olasiz. 13. Biz endi qo'shnilarimizni tushunishga tirishaylik. Chunki o'zini tushunish ba'zi vaqtlarda atrofdagilarni, qo'shnilarini tushunish bilan munosabatli bo'ladi. Agar muayyan bir bo'shliq bilan ta'minlansa, o'zimizni tushunishning yo'llari barg'ansir kengayadi. 14. Bizda kitob o'qiydigan qatlamlarni surishtirganda, Urumchidagi yuqori darajalik maosh oladiganlar asosliqi kitob o'qishning o'rniga televizor ko'rdi. Amaliyotda kinodan olgan lazzat bilan kitob o'qishdan olgan lazzat o'xshamaydi. Kinoga ko'rish iqtidoringiz bo'lsa bo'ladi. U go'yo palach odamga tomoq yegizib qo'ygandek ish. Kitob o'qish rasmiy tafakkuringizni ishga soladigan faoliyat. Siz bu chaqda o'zingizning tasavvur harakatiga asosan uningda tasvirlanayotgan obyektni xiyolan ko'z oldingizga keltirasiz. O'zbekistonning Shavkat Rahmonov ismli bir shoir bor. Uning bir she'rida kambag'allar kino ko'radi, boylar kitob ko'radi deydigan bir gap bor. 15. O'zimizning maktabda o'rganayotgan kasbiga tayinish bilan bir vaqtda sal qarayotgan narsamiz hunardir. Burun biz hunarvan xalq bo'lgan. Ammo hozir bizning ota-onalarimizda bolalari maktab yoshiga to'shqanda maktabga ishtirib qo'yib, maktab ma'rifiga ishonchini ortib qo'yib, bolalarning qo'shimcha egilik yoki hunar bilan tarbiyalanishiga sal qaraydigan ahvol shakllandi. Yaponiya ma'rifi va Angliya ma'rifini kuzatishimga qaraganda, u yerdagi ma'rif qo'shimcha hunar texnika ma'rifini yondashtirib elib mangadi ekan. 16. Balalarimiz qo'shimcha hunar o'rganishi, dehqonchilik o'rganishi, yung qirqishni o'rganishi, qizlarimiz popayka to'qib kiyalaydigan bo'lishi kerak. Abdurim O'tkir, Abdushukur Muhammad Iminmo ayni vaqtda beshiga ig'ir kun tushganda yog'ochchilik qilgan. Ahmadjon Qosimimo aynakchilik qilgan. Bir ziyoli degan har qanday vaqtda hamma ishni qilib beqish kerak. Hech bo'lmaganda satrashlikni o'rganib qo'ysingizmi bo'ladi. Yigitlarimizda har qanday ishni qila olayman deb yangi turallaydigan tavakkulchilik ruhi bo'lishi kerak. 17. Bugungi avlodlarimizning ichida yiroq kengliklardan rizq izlaydigan, tavakkulchilik ruhi bilan til o'rganayotgan yoshlarimiz ko'proq bo'lganligi uchun chetga chiqishda psixikalik jihatda, madaniyat jihatda, bilim jihatda va mahorat jihatda qanday tayyorlik bo'lishi kerakligini bilib olishi to'liq muhim. Chet ellarda o'qish yaxshiroq, lekin ko'zlagan unumli maqsadga yetish uchun nihoyatda amaliy, real tushunchaga ega bo'lishimiz kerak. Buning uchun biri o'zimizning bilim qatlamining qanchalik ekanligini yaxshi dansishimiz kerak. Yana biri chet el hayotining qanday bo'ladiganligini bilishimiz kerak. 18. Til bilish bak huzur ish. Ba'zi siz madaniyati o'xshash bo'lmagan kishi bilan birdamda o'rtoqlik hosil qilib paranglashsangiz, ishingiz bo'shab ketadi ekan. Bir xil yangilik his qiladi ekansiz. Siz ular bilan paranglashganda, bu dunyoning hamma yeridan kelganlar bilan paranglashyapman, menmo o'zimning bir kishilik qadr-qimmatini joriy qildiryapman, mavjudligimni isbotlayapman deb o'ylayotgan vaqtingizda sizga boshqa bir xil ruh kiradi. 19. Oldi bilan o'zingizning kimligini o'zingiz tonishingiz kerak. Buni tonishning yaxshi usuli tarix o'qing. O'zini bilish har bir odamda konkret narsa. Hamma odamni tarix qilib atkilib bo'lmaydi, lekin uni aqlli bilib qo'yish kerak. Ikkinchisi, o'zimizning kimligini bilish uchun mushu rayon bilan tarixdan beri qo'shni bo'lib kelgan odamlarning madaniyatini, tarixini yaxshi tushunishimiz kerak. Chunki biz yashash jarayonida nurg'un odam bilan aloqa qilamiz. Ajdodim kim? Hozir men kim? Kelgusi ahvolimda kim bo'ladi? degan savollarga yaxshi javob topqili bo'lsa, o'zini bilish masalasiga xemir turib silingan bo'ladi. 20. İnsanның ijodiy iqtidorini joriy qildirishdagi eng yaxshi sharoit kirsiz. Siz salla diqqat qilmasangiz, u sizni shodlab etadi. Hayot mamatlik paytidagi jiddiy muhit iqtidoringizni eng qattiq tavlaydigan narsa.
21. Hazır bizdə nurgun sözünün ölçəmə uyğun Uyğurca tərcümesi yox. Turmuşumuzda tolu söz əbcəşləşib ketivatıdı. Tilşünaslarımız bu işlarda bir kişilik məcburiyyətini cari qıldırıvatamdı yox. Tilşünaslarımız cari qıldırıvatıdı, lekin az bulub qelivatıdı. Bizdə məsuliyyətini qılğan adamgila ortib verdiğan bir iş var. Yazğıçılarımız nemi üçün mavi işini qılmaydı? Ziyalilərimiz nemi üçün mavi işini qılmaydı? Tilşünaslarımız nemi üçün mavi işini qılmaydı degəndə. Tilşünaslarımızın tərbiyəleniş şəraiti yaxşı boluvatıdı. Tilimizmi özara seliştirmə cəhətdən qelibləşişi kerak. Bu nəhayət çoğ əmgək. Bunu qılıvatqanlar var. Səl qaravatqanlarmı var? Qılıdığanlar qancha köp bolsa, yaxşı qılıdığan odammı jiq boludu deb o'ylayman. Şuna bir cəhətdən aytqanda məsuliyyətni özümüzdən sürüşdürüb odatlansak, ishni shaxsning yakkaligidan boshlasaq, umu bir kollektiv uchun yaxshi bo'ladi. Mikrofon oldida Nuriya Rahman. 2019 yili 8 avgust Janvadi uniga elindi.